Access to human genomic data opens up a whole other set of human rights concerns. Advances in biotechnology have enabled genomic surveillance based on a person's DNA, potentially facilitating abuses, and we've seen some of those, for example, committed by the People's Republic of China against Uyghurs and other minorities in Xinjiang. We're also concerned by reports of the spread of mass DNA collection to Tibet as an additional form of control and surveillance over the Tibetan population. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerikadagi nopuzliq kishilik huquq organlarining biri bo'lgan Erkinlik sarayining yillik erkinlik mukofotini taqdish marosimida nutq so'zlab, yuqori fan texnikaning mustabid hokimiyatlar tarafidan erkinlikni cheklash vositasiga aylantirayotganligi to'g'riliq ogohlantirish bergan. Our human rights future is going to be shaped, simply put, by our technological future. And that's particularly so. O 9 may kundagi nutqida ushqandak taraqqiy qilayotgan uchur aloqa texnikalari bir yoqdan uchurning iqishini tezlatib, uchur va fikr erkinligiga kengri maydon hozirlagan bo'lsa-mu, ammo uning yomon niyatli kishilar va mustabid hokimiyatlar tarafidan ta'qiblash va bostirishni qulaylashtirishga ishlatilayotganligini bildirgan. U nutqida hozirgi dunyo duch kelayotgan bu muhim raqobat ustida nuqtaliq to'xtalganligini aytgan. Blinken fan texnika paydo qilayotgan raqobatni 4 nuqta bo'yicha tushuntirgan bo'lib, u biotexnika taraqqiyoti ustida to'xtalganda Xitoy hukumatining gen uchurlar texnikasini Uyg'urlarni ta'qib qilishda qo'llanganligini tilga olgan. Have enabled genomic surveillance based on a person's DNA, potentially facilitating abuses, and we've seen some of those, for example, committed by the People's Republic of China against Uyghurs and other minorities in Xinjiang. O mundaq degan, biotexnika jihatdagi ilgarilashlar insonlarning DNAsiga asosan gen orqali kuzatishni ishga oshirdi hamda insonlarni xo'rlashni osonlashtirdi. Biz bularning ba'zilarini, masalan, Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa asonliq millatlarni ta'qib qilishda qo'llanganligini ko'rdik. Biz yana Tibetlarni kontrol qilish va nazorat qilishning qo'shimcha shakli sifatida Tibetda keng ko'lamda DNA avrishkalarining to'planayotganligidan xabar topdik. We'll continue to identify and sanction foreign companies that develop and supply software and other surveillance technology to governments with a record of using these tools to abuse human rights. Blinken shu kundagi nutqida fan texnikani qanday yerda qo'llanishining uning xarakterini belgilaydiganligini eskartib, fan texnikani yaxshi yomon deb ayirg'ili bo'lmaydi. Masala uni qanday yerda ishlatishdir degan. U yana fan texnikani muvofiq qo'llanish, uni xalqaro norma asosida qo'llanishni qanoat etishning zarurligini ta'kidlagan. U mundaq degan: Amerika qo'ldan kelishicha tirishchilik ko'rsatib, diplomatik va boshqa kanallar orqali fan texnikani yaxshilikning kuchi sifatida eng zo'r chekda kengaytirishga va uning qalaymaqan ishlatilishini azaytishga tirishadi. For many here tonight, the proliferation and misuse of surveillance technology is a daily and growing threat. Journalists, political activists, opposition figures, human rights advocates, others across nearly every continent. Antony Blinken erkinlik mukofoti marosimida qilgan so'zda yana kuzatish va ta'qib texnikasining ko'payishi hamda qalaymaqan ishlatilishi kunsiri kuchayotgan bir tahdid deb ko'rsatgan. Eganlishicha, bundaq ta'qiblashlar jurnalistlar, siyosiy faoliyatchilar, o'qituvchilar va kishilik huquqni tashabbus qiluvchilarga qarshi qo'llanilmoqda ekan. Dunyo miqyosida navbatda 70 dan ortiq hukumat bundaq nazorat texnikalarini setib olgan ekan. That's why we've mobilized a government-wide effort to try to shape how surveillance technology is used. We've been putting significant restrictions on the export of technologies and uning ta'kidlashicha, aslida nazorat texnikalari orqali davlat bexatarligini qo'g'dashga yordam bergili, qonun ijro qilishni, ommaviy bexatarlik, muhit va xalqliq ul aslahalarni kuchaytirishga ishlatgili bo'ladi ekan. Biroq ularni davlat qonuni, xalqaro qonunlar ham nazorat qilish bilan birdek ishlatish kerak ekan. Shunlashqa u Amerika hukumatining kuzatish texnikasini qanday ishlatishining andisini shakllantirishga tirishayotganligini bildirgan. Shunga u Amerika hukumatining bir qism yomon g'arazli hukumatlar va organlarning texnika import qilishiga cheklama qo'yganligini aytgan. We added spyware companies that have enabled the misuse of their technology to something called the Commerce Department's entity list, which prevents these companies from receiving products or components from our own firms without. Biz yana bir qism yomon g'arazlik shirkatlarni Savdo ministrligimizning qora tizimligiga kirgizdik. Bu tizimlik shirkatlarning hukumatning ruxsati bo'lmay turib, Amerika shirkatlaridan mahsulot yoki zapchas kirgizishning oldini oladi. Biz bu orqali kishilik huquqni dafsanda qilayotgan hukumatlarga yumshoq detal va boshqa texnikalarni ta'minlaydigan chet el shirkatlarni davomli tepib chiqamiz va jazolaymiz. According to Freedom House's most recent Freedom on the Net report, internet shutdowns and internet censorship by governments are now at an all-time high.
Now, we know Amerika tashqi ishlar ministri Antoni Blinken shu kundagi nutqida yana to'r erkinligi masalasini tilga ilib, bir qism hukumatlarning hozir internetni taqash, cheklama qo'yish yoki uni nazorat qilish usuli orqali fikr erkinligini bo'g'ishga urinayotganligini tilga olgan. Uning deyishicha, navbatda hukumatlarning internetni taqash va tashirish qilmishlari tarixdagi eng yuqori pallaga chiqqan bo'lib, bu xalqaro diqqat qilishga tegishli muhim raqobatlarning biri ekan. Antoni Blinken nutqida Amerika hukumatining mushu xildagi raqobatlar bilan kurash qildiganligini, ammo buning uchun dunyodagi sherik davlatlar, kishilik huquq organlari va xususiy shirkatlarning qo'llashiga ehtiyoji borligini aytgan. 美国是广泛搜集并运用基因信息的国家。据《华尔街日报》披露，美国五角大楼已经制定了以基因武器打击对手的研发计划。参与者称，亚洲华人、欧洲亚利安人、中东阿拉伯人的基因都被列入美军搜集范围。据今日俄罗斯电视台网站报道，美国空军教育训练司令部曾发布招募信息，特别指明需要获取俄罗斯人的核糖核酸和滑毛液样本。究竟谁在利用基因从事不可告人的活动？